Bizachi bola degan tushunchagacha noto'g'ri qaraymiz. Bola oilada bo'lish kerak deb hisoblaydi. Bolasiz oila bo'lmaydi deb hisoblaydi. Oila bu puzzle. Puzzle yig'ayotganda bir parchasi bola bu, o'shani qo'ysa, keyin sog'lom oila bo'ladi. O'sha ularning fikri bu. Muhim emas, nima fikrlar? Sani moliyaviy jihating qoplaydimi bolani ertaga ta'minlashga? Bu ham muhim emas. Sani psixologik o'zing tayyormisan bolaga? Muhim emas. Sen o'zing tarbiyalangan odammisan? Birovni tarbiya qilishga kuching yetadimi? Bu ham muhim emas. Hech narsa muhim emas. Glavniy bola bo'lish kerak. Bola bu siz uchun hayotingizda yordam beradigan uskuna emas. Bola bu sizni pokoleniyingizni yangi urovingga, yangi ko'rinishga, yangi bosqichga ko'taradigan inson. Bolani ebla olsang, uni dunyoga keltir. Agar eblashga qurbing yetmasa, unda keltirma.